Ailada cho'mifini bozornikidek o'xshitib ko'rishni o'rganib olsam bo'ldi degan do'stlar bu yoqqa qaranglar. Itsuli intayin addiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizlar. Cho'mifing amraqlar bir raqamini, o'shlar ikki raqamini besib beqinglar. Qanchalik odam amraqga birlikda ko'rib baqaylik. Avval to'g'rining mayda go'shtini videoda ko'rsatgan bo'yicha nippiz holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Bugun sizlarga cho'ng'istamning cho'mifillaridan olib keldim. Videoda ko'rsatgan bo'yicha bir xaltasining ichidan cho'mifin cho'pi va tetitkisi birga chiqadi. Cho'mifin cho'pini qozonga solib 5 minutdan 8 minutgacha pishirib elib olamiz. Ondan keyin buni sovuq suvga chilab qo'yamiz. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shvelinglar. 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qorma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuqsay darsimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Ko'rib turganinglarda qozonga bek azmay qo'yib, to'g'ri go'shtni bir aqir silib qo'rvagandan keyin sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib qo'raymiz. Undan keyin cho'ng'istamninki cho'mifin tetitkisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng'istamning cho'nglik barmish cho'mifa asam ta'mini rangini yaxshi chiqarmayapti degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab baqsanglar bo'ldi. Ta'mi kep ketmaydi, ajoyib yeyishlik. Eng oxirida chingsay palakni silib 2 minut qaynatib bilan taqsiga alsaq bo'ldi. Qarab ishtayinglar ichilib ketdi deyman. Bek o'xshabdi. O'rganib oldingizmi?